Bolakay buvisining bog'ida sayr qilib yurgan edi. U bu yerda eski qora bak bor ekanligini bilardi va unga juda ham qiziqardi. Bu yer eski edi, bakka esa deyarli 50 yil bo'lgandi. U bakka qarashni xohlardi, lekin u qo'rqardi har doim. Unga har doim qarash qiziqarli tuyulardi. Lekin u qaraganida bakning ichida har doim unga kimdir qarab turgandek tuyular edi. Qorong'ulikda, zulmatning ichida dahshatli qiyofa bordek. Buvisi har doim bakka qaramaslik kerakligini, u yerda dahshatli bir mavjudot yoki qora qo'llar bor ekanligini aytardi va uni qo'rqitardi. U qarashni istamasdi, lekin har gal yonidan o'tganda unga qarash istagi bor ekanligini bildirar edi. Oradan naqd 15 yil o'tdi. Bola ancha ulg'aydi, vaqt o'tdi. Buvisi o'ldi. U buvisining uyiga kelganda hujjatlarni to'g'rilash uchun, lekin birdan esiga keldi. Axir qora bak bor-ku. U endi qora bakka qarashi mumkin. Unga hech kim yoki hech narsa xalaqit bermaydi. U nihoyat o'zida jur'at topa oldi va bu qorong'ulikka, zulmatga, bu dahshatga qaray oldi. Bu juda dahshatli edi. U unga asta-sekin tikilib turar ekan, unda qorong'ulikni yuz ko'rdi. Bu zulmatda dahshatli qo'llar yoki dahshatli yuz bor ekanligini bilardi. U bu yerga tikilib turar ekan, uni qo'rquv va vahima bosardi.